Hürmetli vatandaş, bugün size 2025 yıl 4. ayının 11. günü hepsi gücüme vatandaş kendisiyle teyarlap çeken normal liksimizni, yaki adetki normal diyenimizde adetki liksimizi yetkizimiz vatandaş. Endi buna dikkat kılırsanız liksiyede size gacırız. 4. değil. Çünkü o halka o çöp yiyişten korkmaydı. Xi Jinping ot bilen oynayışıvatıdı. Amerika çünkü ot durursa da kızı kuralla uğraşı partlandı. Bunu tünügün silahı sözlü geniz ki, ben de ahırdan başlaydıkken ben işte. Mavzumunda vatandaş. Endi bu mavzu iktisat gumran oldu. Tayvan uruş açıldı. Beijing aerodromu da Liviskila, Lozinkila almıştırıldı. Liviskila, Lozinkila yazılgan hatla Tayvan'la birlik keltiriş özgertildi. Mavzuda haber 4. ayının 10. günü Venvit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika bilen Cungo oturusu soğudu uğraşı reaksiyon işiş devri kırdı. Cungo 3 ele şarkısı kullangan deyken Amerika Cungo'ya koygan tamojdi mecini yeni yukarı baldakı götürdü. Umumi tamojdi beci normisi 145%'lik derece götürüldü. Bunun da tünün kişi 125% bitti. Hazır bunun yani 20% koşuldu degende Allah deysenlerdi var, bu tolu eğizge anmadık. Mesela Cungo'dan Amerika'ya kilidegen poçta haltısı, poçta sandıkları, poçtadan mal evetişler. Hazırgıca Amerika Koşmuş Ştatları bunun dikkat kılmagan iken, bu soğudumu acayip katı soğudu iken, Xitay üçün etkanda. Hatta bu soğudunun jilla hesabı trilyon dolar değişik etken soğudu iken vatandaş. Bunun da $800 ölçümüdü mü, $900 ölçümüdü kilidegen bosu bu kaltıla. Hazırgıca bacı ammay, bacı siz Amerika bazarıga kirip kelgen iken. Hazır hem de bunun bacı koyduğun boldu. Hazır bir yedik 20%'lik bac, del şunun kelgen bac. Tünügünki 25%'lik bacıga, hem bu 20% koşsunuz, hazır hem de 145%'lik tamajda bece. Çünkü kötürüp kapalamsız ornunuzdan çünkü. Başındaki iş çünkü. Siz boyun tavlık kılsınız, iş şundak bulur çünkü. Ana 145%'lik tamajda bece yetti. Bu fralanın iktisatka merkezleşken dikkatini yötkübü düşkün, Cungo yakından başlap Tayvan'la birlikte keltirişini tergip kılışka başladı. Demek bugün 8 gün 9 gün oldu mu? 4. ayın 2. günde başlaganda Prezident Donald Trump tamajda becini eğiz gelip 9 gün oldu. Bu 9 gün içinde Cungo hazır karşılık görüştüp, kökemelik kılıp, öktemlik kılıp, endi bir yerde Beijing'de aeroportki lozinkalarını özgertip, onun mezmun hastıkını özgertip, onun üstüne Tayvan'ın birlikte keltürümüz diyen şuarını yazışka başladı maksat, Cungo puralarının dikkatini başka tarafa kartı bitiş, yaka Tayvan'ın kartı bitiş. İlk sahnesi de Daşiyun küldü. Mavzulu haber 1. günü ilan kılındı. Haberde mındak görüştüldü. Beijing aeroportunu ilan taxtıla elip taşlanıp tülley Tayvan'la birlikte keltirdiğin mezmununu yazgan ilan taxtıla aslideki ilan taxtılarının orluğa esildi, çaplandı. Bu taxtılarının hemmesi birlikte keltiriş degen şuar yazıldı. Daşiyon torbiti meskır kılıp, tenqitlep mındak görsetti. Növbetli iktisat gumran buluşu yüzlendi Cungo'da. Tayvan mavzusu ile cemiyetinin dikkatini yük gibi düşne başladı Cungo Kompartiyası.
Xi Jinping qattiq elishib, xalqni bedel to'latkizdi. Bu yil butunlay gumron bo'ladigan bir yildir. Mavzu. Anana Xi Jinping qattiq elishib, Amerika bilan xalqni bedel to'latkizdi. Jungo puralar to'laydi bu bedelni. Bu yil, ya'ni 2025-yil Jungo butunlay gumron bo'ladigan bir yildir. Mavzuli xabar 4-ayning 10-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Maqola avtori Yanchundan. Maqolada mundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trumpning yuqori besimliq tamoyilni beji siyosatiga Xi Jinping qattiq muomala qilishga boshladi. Bu ham faraz qilingan doiradagi ish edi. Sobiq prezident Joe Biden davridan boshlab Jungo Kompartiyasi Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining nazarida dünya tertibini buzg'uchi davlat deb qaralib keldi. Dünya tinchligiga intayin zo'r tahdid davlat deb hisobladi. Shu vaqtdan boshlab Jungo Kompartiyasi shuni tushundiki, o'zi paydo qilgan kengaymichilik qoriniti paydo qilgan oqibatdan kaniga endi yanolmaydiganligini bilib yetdi. Jungo Kompartiyasi dunyoga kengaymichilik qildi, rayonlarga kengaymichilik qildi. Masalan, O'rta Osiyoga bir yo'l bir belbog' iqtisodiy siyosati bilan kengaymichilik qildi. Latin Amerikasiga ham shu siyosat, shu tashabbus bilan kengaymichilik qildi. Panamagacha, bütün dunyoga, Yevropaga, Italiyagacha shu siyosat bilan kengaymichilik qildi. Endi bu kengaymichilik paydo qilgan oqibat bu darajaga yetib kelganda Jungo Kompartiyasi chekinadigan yo'lmi qolmadi, orqaga mangadigan yo'lmi qolmadi, oldiga mangadigan yo'lmi qolmadi. Shu paytda bu faqat do'tkib, tavakkal qilib, men Tayvanga hujum qilaman deydigan shuarni bugundan boshlab Beijing aeroportiga chaplashga boshladi. Mushundaq bir vaziyatda Prezident Donald Trump Oqsaroyga kirdi. Sobiq prezident Joe Bidenning nurg'un siyosatlarini o'zgartgan bo'lsa-mu, Prezident Donald Trump lekin Jungoga qaratgan siyosatini o'zgartish bu yoqda tursin, o'zining Jungo siyosatini, ya'ni Prezident Donald Trumpning Jungo siyosatini uningdan oshirib o'ttirga qo'ydi. Prezident Donald Trump hükümetinin yuqori darajalik amaldorlar davlat ishlar kotibi Marco Rubio va davlat mudofaa ministri Pat Hagis bir qatimda emas, balki ko'p qatim diplomatiya so'rovlarda va ichki hujjatlarda nihoyat ochiq holda Jungo Kompartiyasini Amerikaning eng jiddiy dushmani deb atadi. Esinglarda bor, bu yil 2-ayning 14-kuni Myunxen xalqaro bexatarlik yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Pat Hagis nutq so'zlaganda shunday dedi. Eng xatarlik, dunyoga xatarlik, Jungo Amerikaga xatarlik, Jungo tahdid dedi. Bundaq atash va belgilash Amerika tashqi siyosatining navbat muhim nuqtasiga aylandi. Jungoni yuqorida ta'kidlash bugun Amerika tashqi siyosatining muhim nuqtasiga aylandi. Har qanday bir ish endi bu asosli nuqtadan ayrilmaydi. Jungoga munosabatlik har qanday ish endi bu asosli nuqtadan ayrilmaydi. Mushundaq sharoit ostida Amerikaning Jungo qaratgan so'zi jazolash elib berib, yuqori normada tamoyilni bajo qo'yib, okeanning kirichini tartganda mayli Xi Jinping yelinib yalvarsin, qattiq bo'lsin va yoki yumshoq bo'lsin, Amerikaning Jungoni jazolashi hozirgi kunlarda endi hargiz o'zgarmaydi. Mushundaq eg'ir muhit va eg'ir vaziyatga duch kelganda
Muşundaq paraz qilgili, tushangili bo'lmaydigan raqobatga duch kelganda Xi Jinping qo'llanadigan birdan bir siyosat Amerikaga qattiq bo'lish. Chekinay desang, endi yo'l yo'q. Chekinay desang, jungocha haqorat ichida qolasan. Tashqi jihatda yuzing to'kiladi. Xalqning ishonchidan ayrilib qolasan. Amerikaga qattiq pozitsiya qo'llanganda kishilar azzola jini bor ekan deyishi mumkin. Jungoning jini bor ekan deyishi mumkin. Azzola inovatini saqlab qola olishing mumkin. Lekin bu yo'l uzoqqa bormaydi. Jungoning buning uchun qanchalik badal to'laydiganligini bilgili bo'lmaydi. Mundaq badal to'lash Jungo Kompartiyasi uchun aytganda hech qanday bir masala bo'lib hisoblanmaydi. Chunki badal to'laydigan ish bo'lsa Jungo Kompartiyasi o'zi emas, partiya emas, yoki rahbarlik doiralari emas, fuqarolar to'laydi. Hammani fuqarolarga lobbyishning zimmasiga, va'dasiga, ularning vazifasiga aylantirdi, fuqarolar javobgar bo'ldi, fuqarolar to'laydi. Navbatda Xi Jinping shundaq eg'ir vaziyatga duch kelganda qaraganda hammadan voz kechish holatida turibdi. Demak, puchum deydigan vaqt keldi. Bardashlik berilmaydigan vaqt keldi. Toqat qilib kutib turadigan vaqt qo'ldan ketdi. Hozir shundaq ahvolida Xi Jinping hammadan voz kechishga tayyorlik qilyapti deydi vatandoshlar. Birinchidan qutulishga mumkinlik yo'q. Ikkinchidan ya oldiga ya keyniga mangolmaydi. Uchinchidan faqat muqimlikni saqlashlam hozir Jonlanxayga Xi Jinpingga eshib qolgani shu. Jamiyatning muqimligiga diqqat qilish, jamiyatning muqimligini saqlash, boshqa avaroma tugidi boshqa degan ma'noda vatandosh. Muqimlikni saqlashga to'liq tayyorlik qilib yetib keladigan ichki to'polondan saqlanish. Jonlanxay Rais Xi Jinping mushu ideyada, mushu fikrda, hozir mushu holatda va mushu mashg'ulot bilan shug'ullanyapti. Shunda shug'ullanishi kerak bo'ladi. Bundan boshqa gaplarning hammasi yolg'on. Jungo Kompartiyasi aytganda, endi bundan keyin o tijorat, kasbiy bozorda echish erkin bozor yoki privat qo'yvoy u hammasi quruq gap. Endi mushu bosqich kelganda hammasi quruq gap. Sening bugun qiladigan ishing Jungoda muqimlikni saqlash, tinchlikni saqlash, mushalar. Jungo Kompartiyasi hokimiyat boshiga kelgandan keyin bir qancha qatimliq krizislarni boshdan kechirdi. Ichki tashqi vaziyatga moslashish taliyi o'ngdan kelib, hamma krizisdan qutulib keldi. Mayli Limbiyo krizisi, mayli 4 kishilik guruh krizisi, mayli madaniyat inqilobi krizisi, mayli ma'naviy bulg'unish krizisi, mushu krizislar bo'lib tur Jungoda taliyi o'ngdan keldi, hammadan qutulib keldi. Açarchilik davrida kishilar tahi o'yg'onmagan edi. Mana biz davatgan fikrni 3 kun burun so'zlagan to'q, bugun yanchundan so'zlayapti. Davrda kishilar tahi o'yg'onmagan edi. Och kelib o'lgan odam 90 million odam. Bizningmi do'q 99 million odam. To'g'ri, hech qanday farqi yo'q. 90 million odam iz qoldirmay ko'zdan g'oyib bo'ldi. Uchni o'ziga qoldirish, birni ko'tarib berish siyosatini yo'l qo'yib, Jungoning iqtisodiy egiligini asliga keltirib olgan edi Jungo Kompartiyasi. Masalan, madaniyat inqilobidan keyin ishni yezi egiligidan boshlandi, dehqonlardan boshlandi. Ya'ni ochiq aytganda yerni burun kollektivning yeri, kollektiv tirikchilik qildi, kooperatsiya, oliy kooperatsiya deganlarni to'xtatib, planliq iqtisod deganlarni to'xtatib, yerni dehqonlarning qo'liga ko'tarib berdi. Dehqonlar amaliyoti yollanma ishchilarga, ijarakesh ishchilarga aylandi, dehqonlarga aylandi. Shundaqdim, ya'ni shu dehqonlar tirishchanlik qilib, axir iqtisodiy jihatda o'zi qad ko'tardi, yaxshildi. Yezigiligi iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilish bilan
Cungo'nun iqtisadım yaxşılandı devatıdı yançündün vatandaşım. Bu ötken zaman işleri. Bugün adamlar yaşı kirek. Yaşaş gün adamlar vasıtatallap oltarmaydı. İslahatın keyinki 40 yıl içinde Cungolukla, cahan körgen cungolukla bugün işleyen mahiyetlen ne değişkenliğini bilip kaldı. Biz Türkiye'mizde yok. Bir MW'ye oturup maşinayla vatıdı cungoluk. Tesla oturup maşinayla vatıdı cungoluk. Garp dünyasının maddi medeniyeti Cungo'ya kırıp geldi. Cungo da hazır manevi medeniyet sahası ki Cungoluk'un ruhi dünyası özgürlük hasıl kıldı. Şuna o çöp yiymen, aç kalsam korkmayman. Lakin Amerika'nın tamamıyla böceği karıştırman demem. O ötmüş ki açarçılık, ölüp gitmiş, ötmüş ki tealluk. Bugünkü dünya, bugünkü Cungo fıraları sizden aç gelip ilişkiçideymen diginizge çıdamaydı. Onu meşgale de orada desturdu ya ki sizni ağdırıp taşlaydı o degen manada vatandaş. Teybellikle kandak yaşaydı. Yani garp dünyası kandak yaşaydı. Cunguluklar bunu bilip yetti, görüp yetti. Görüp baktı, anlap baktı. Cunguluklar bugün yani şundak açarçılık, berdaşlık verip aç gelişka makul bulup, ölümünü kütüp, alıdığı dep oylamsız. Çünkü Kompartiyası koyuvatkan sual. Yani çünkü Kompartiyasını kutuldurup gelişini kütüp, tursuz dep oylavatamsız. Çünkü Kompartiyası cüngden kaya koyuvatkan sual. 2025 yıl belki cüngü gumran buluduğun bir yılda. Köpçülüklerin yeterlik, teyyarlık kılışını ümit kılımen. Deydu gençündün. Buran çapkın özgür işi. Vaziyet tekemo yamallışıdır. Yamallışının kaysı derecede buludığallığına hazır hiç kim eğitip verilmeydi. 2025 yıl Cungo gumran buludur. Vaziyet tehemi yamallışıdır. Yamallış derdisinden kayar geçe, kaysı derdi geçe buludağallığını hiç kim bilmeydi deydi o obzorçı. Ekim meseleleri obzorçı yançındı.